Ajrimdan keyin ko'p holatlarda ayollar otasiga farzandini ko'rsatmaydi. Otalar bo'lsa aliment to'lashdan qochadi. Nima sabab deb o'ylaysiz? Aliment farzandga to'lanadi asli. Farzandingiz kelajagi uchun, farzandingiz ertaga o'z o'rnini topishi uchun, ya'ni farzandingizni jamiyatda har qanday holatlardan siqilib qolmasligi uchun uni moddiy ta'minotida u. Shu uchun O'zini o'rnini topish uchun. o'zini o'rnini topish uchun maktab borar, litsey bo'lar, ko'ngli, ya'ni siz aliment to'lasangizgina u ertaga agar o'sha aliment farzandingizga yetib borsa, farzandi ko'ngli to'q. Alimentdan qochish bu noto'g'ri. Chunki farzandingizniki, buni u dunyoda ham javobi bor. Alimentni mas'uliyat bilan to'lab borish kerak. Bo'yningizga oldimi, ajrim bo'ldimi, endi oxirigacha to'lab berish kerak. Farzand ko'rsatmaslik ham bu asli unaqa haqqi yo'q, qonuniy jihatdan haqqi yo'q. Agar qachon ko'rsatmaslik mumkin, oilaviy zo'ravonlik bo'lsa, bolaga shafqatsiz munosabatda bo'ladigan bo'lsa, narkoman bo'ladigan bo'lsa yoki ichkilik bozlik bilan shug'ullanib keladigan bo'lsa, u holatda salbiy ta'sir ko'rsatdi, holat ko'rish mumkin, lekin normal holatda, sog'lom holatda u qonuniy jihatdan haqqi yo'q. Janjal deganingizga Tohir Malikning bir gapi borda. Agar deydi oilani baxti boylikda bo'lganda edi, bironta xonadonda janjal bo'lmasdi deydi. Chun Rahmat. oilada boylik emas, avvalo ishonch, muhabbat, mas'uliyat bo'lishi kerak. Shu. Rahmat sizga.